5 türlük az uchraydigan qiziqarli hodisa. Tuksiz shimpanze. Shimpanzelarning odatda tuki bo'ldi. Ammo Angliyaning Texoykurus hayvonot bog'chisida chash tushish kesil chirinilib, tukidan ayrilib qolgan 2 shimpanze bor. Agar ularning orqasidan qarasangiz, kishilar asal ularni kiyim kiygan muskulliq er o'xshaydi deb qoldi. Ular bu hayvonot bog'chisining cho'lponlari bo'lib, tuk tashlashdan boshqa kasallik alomati payqalmagan. Hozir sog'lom holda 10 necha yil yashab bo'ldi. Yuragi sirtida oq tashbaqa. Oxirish kesil bo'lgan tashbaqaning sirtqi ko'rinishi intayin chiroyli. Shundaqla nihoyatda az uchraydi. Lekin kasal giribtor bo'lg'achqa umri nihoyat qisqa bo'ldi. Ammo oxirish kesil bo'lgan tashbaqaning butunlay oq bo'lishini ataydi. Balkim ozroq qizil bo'lishi mumkin. Amerikaning Yangi Jersey shtatida bir oq tashbaq bor. Uning yuragi ko'krak bo'shlig'ining sirtida bo'lg'achqa kishilarning eslashiga erishgan. Bu tashbaqa 2019-yili Amerikaning Yangi Jersey shtatida tug'ilgan. Az uchraydigan rangidan boshqa uning ko'krak bo'shlig'i sirtidagi yuragi texnik kam uchraydi. Aslida hayot qilish nisbati nihoyat kichik bo'lgan u barliq qiyinchiliklarni yengib mo'jizalarcha hayot yoshurun xalat. Yoshurun xalat faqat kino televiziya asarlarida mavjud bo'lsa-mu, lekin olimlar izchil turda yoshurun xalatni qanday yasash ustida izlanib kelmoqda. Bugungi kunda Kanada darajadan tashqari yoshurunish biotexnik shirkati bir xil odatdan tashqari nepiz materialni ijod qildi. U nurni egallaydi. Shuning bilan badanni yoshurg'il bo'ldi. Uning ustiga bu xil elib yurishga aplik materiallarni energiya bilan ta'minlash hojatisiz. Hozir harbiy ishlarda ishlatilmoqda. Bu xil kvant yoshurun materiali nur egishdan sir yana ultra binafsh nur, infraqizil nur va qisqa do'lqizliq infraqizil nurni to'sib qola oladi. Uning odatdan tashqari nepiz, yenik va yo'tkigili bo'lgan sirtqi shakli harbiy harakatlarga intayin mos keladi. Kit ko'pikcha chambergan. Bir qism tadqiqotchilar bir guruhda qiziqarli ko'rinishni suratga tortib olgan. Ayni vaqtda kitlar Alyaska dengiz qirg'og'ida yemak tutib yotgan bo'lib, ular burumsimon yuqori qarab uzib yurgan hamda suv ostida ko'pik chiqarib, yumloq havo ko'pikchilari to'rini shakllantirib, baliqlarni qo'rchab qo'ygan. Tadqiqotchilarning qarashicha, boshqa kitlarni oziq izlaganda mushuning o'xshash usul bilan ovni qo'rchab tutar ekan. Ammo bu qitim maqsadsizlar ularning ovlagan qiziqarli ko'rinishlarini suratga tortib oldi. Eng qadimgi chaqpalik. Eronning Asbat chaqpaligi dunyodagi eng qadimgi chaqpaliklarning biri. Bu shamol chaqpaligi Eronning Nashi shahriga joylashgan bo'lib, aytishlarga qaraganda bu shamol chaqpaligi milodiy 500 dan 900 yillar oralig'ida Persiyaning sharqida yasalgan ekan. Necha asr ishlatilgan bo'lib, Asabadni ayinchalik Eronning qumliq rayonidagi eng muhim qurilish qurilmasining biri deyishga bo'ladi. U shamolni boshqa shakldagi energiyaga aylantira oladi. Yana dalliq ziroatlarni yanjig'li va kentlarni bo'ron chapqinining ziyinidan saqlab qolgan bo'ladi. Sinchoq salonimizning mazmunlarini yoqtirgan bo'lsangiz, yulduz belgisini besib bizni qo'llab qo'yishni unutmang. Biz kelarki sanda ko'rishaylik.